Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuçuk polvon. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气犯罪，是想世纪。Oğlunu qandoq tushirishni bilmayman. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yigit keldi. Müşk yigitning uchishda ejinishli mag'lub bo'lishi. Hey kondo, issiq sharga o'ltirib sayohat qilishga tayyorligim tutdimi? Oh, albatta. Shaharning havo bo'shlig'ida uchishga bek aldirab ketyapman. O'g'il to'yg'i chuqur bek qaltis. Osmonda uchish tuyg'usiga kishining haqiqatan aqli yetmaydi. Bu sanduq nereden paydo bo'ldi? Oh. Oh. Bu sedilg'ish qaltisdek turadi. Buni Sintiya hamma menga sovg'a qilibdi. Rostmi? To'xta, sening hammang bormi? Amaliyotda hamon borligi esimda yo'q. Biroq u meningcha nihoyat yaxshi odam. Bu g'alit serilg'ishni bir yerda ko'rganda qilaman-ku. Shu emasmi? Buni o'ynashdan burun avval obdanroq tekshirib baqsam bo'ladi-ku. Hojat yo'q, hech nima bo'lmaydi. Men azaldan bunday qaltis serilg'ishni o'ynab boqmagan. Misildimay kelinglar, tez. Bekchataq bo'ldi. Nimish bo'ldi? Issiq shar yo'q turdi, shunga uningga o'ltiranmidik. Nimish bo'ldi? Hech kim bilmaydi, issiq shar bir kechada g'oyib bo'ldi. Oh, rostla ko'pchilikka yordam qilib uni izlab topqinba. Seningcha uni shamol uchirib ketganmidi? Yoki birasi arg'amchini qasddan o'zib uni uchirayotganmidi? To'g'ri, buni kimning qilganligini aniqlab chiqishimiz kerak. Uxlash kiyimli xizmatlar otlanayli. Siz kirib kechaga qizimiz dunyoga. Shaharda har kuni kechada azmatlardan tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan qiz. Geri bo'lsa, Men potmuchuk polvon. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Bizga uxlash kiyimli xizmatlar. Aldırma, sen bu serilg'ishni ilg'olmoqchimi? To'g'ri, hamma asqatidi. Bu faqat odatdagi serilg'ish. Bu nima qiladigan knopkadi? Bilmayman. Oh! Bu serilg'ish rostli bek qaltisgan. Oh! Has bol, ko'proq mashq qilganda nima ish qilib bo'ladi? Rasman menga nisbatan bu oson qiladi. Oh, qaranglar, bu bek oson ekan. Men bunga bek usta. Chataq bo'ldi. Bo'ptamisa, biroq yana ehtiyot qilganing tuzuk. Bir kit aeroplanga o'ltiraylik. To'g'ri, ishqinglar bugun aeroplanga o'ltirib, menga agishinglar. Mendan yuqori uchish mahoratini o'rganib olsanglar ajab emas. Sana yana nima o'rgatib qo'yam? Oh! Acaba biz issiq sharni izlab olmadikmi? Oh, abla. O nimani ko'zda tutayotgandi? O'tkir kes. Ay, qizi avliyadi ekan. Asta beshim qayib ketdi. Qaraganda o'zim olmaydiganda qilaman. Mening qanchalik payz ushqanligimni ko'rdinglarmi? Yaxshi ko'rib olmish yapilaq qiz. Sen mendan yana mahorat o'rgana olaysan. Mahorat? Sen tushib ketgan tas qolding. Shundoq, selg'uchimning nochiligiga gap ketmaydi. Men ushsam kollektivimizga yordami tegidi. Sen ushsangmi? Sen boshqalarning uchalaydiganini unutib qoldingmi? Bo'ldi qilinglar birodarlar. Sizlar ussanglar kollektivimizga ko'p foydali.
Yaxşı sizdinglar parvonalar. Kunduz o'ynaydigan hamoqatlar buningdan keyin issiqshar soyayda qilinmaydi. Bu issiqshar endi mening bo'ldi. Ola bu yerda davom etmoqda. Men Serg'ush bilan uningga tuyuqsiz hujum qilay. Issiqshardan cho'qim qaytirib kelaman. Uningga uchish maharati kerak bo'ladi. Ansirma mushuk yoplaq qiz. Buni xotirjam holda menga topshirg'in. Meni uchish mahoratimda qat'iy masala yo'q. Birodarlar, bo'ldi to'lashmanglar. Daridan tashqari yushurni shundirim bilan issiqsharni qaytirib kelishim mumkin. Yushurni shundirim g'o'ras qaltis. Biroq u mening Serg'ushimda qaltis emas-da. Qarab turinglar, ha? Hey, ay qiz, issiqsharni qaytiribman. Ha, asli sen ostonchaqkansan-da. Sen issiqsharni qaytirib ketmoqchiman. Yaxshig'i, ma'qul, amsa ixtiyoring. Çataq yo'q, kontrol qila oldim. Qarag'anda aslanchaq vazifani yaxshi o'rindabdi. O yo'q! Mo'ishni ko'pamdigan. Kondan sana yetishib olmagan. O yaxshi, xuddi men aytgandek bu nihoyatda oson. Sen ushqirmish iqtidoring bilan ay qizning diqqatini burab turg'in. Anda men uchib berib issiqsharni yelib olay. Yo'q, meni buba. Men mukammal uchish mahoratim bilan dunyoni osonla qutqizib olayman. Mumkin emas. Unda qilsam xatarli. Çataq chiqmaydi, qila olayman. Men uchishga bek usta. Mushuk yoplaq qiz, mushuk yigit. Kimning uchishi shuncha muhimmi? Aslida nima Yapala! Mushuk palvon. Bo'pti, ishqinglar davomli qilishaveringlar. Issiqsharni og'li o'zim boray. Menimcha, hozir men turgan yerda uchishingning hojati yo'q, mushuk yoplaq qiz. To'g'rimi, Patminchiq polvon, ha? U ketibdi. Men uchib berib uni izlay. Ha, mushuk yigit to'xtatdi. Udiqma, Patminchiq polvon. Buni o'zim hal qilaman. Nima? Ha, qarag'anda bu aslanchaqning uchish darsini yana anglag'usiga o'xshaydi. Nima bo'ldi? Mushuk yigit. Uni oy qiz shunda qilib qo'ydimi? Qani ko'rib baqay, o'tkir kes. To'g'ridan ay qizi, uning ay nuri magnetiki. Oldirma mushuk yoplaq qiz. Men bu serilg'uchni bir yerda ko'rganda qilaman degandim-ku. Bu degan soxta oynuri serilg'uch ekan. Au darajadan tashqari serilg'uchni sen soqitgansan-da, amaliyotda sen tiya hammam degan odam yo'q. To'g'rimi? Serilg'uchni izchil sen kontrol qilyapsan. Yo'q, men emas. Bay sen shunday qilding. Bo'pti. Sizlar yana bayqab qoldinglar. Lekin men kechikdinglarmi? Sizlar issiqsharni menga qaytirib ketolmaysizlar. Chunki sizlar hali qolsangiz qutqizish bilan aldirash. Meni qutqizinglar. Ha, mening bu dotmishni qanday ahmoq qiladiganligini ko'rgansizlar. Bu bek ko'ngilli. Patmichiq polvon tez bo'l, biz mushukni qutuldiraylik. Mushukni uchamaydi deb kim shunday deydi? Men hozir bek aldirash. Sizlar aslanchaqni tutganda men issiqshar bilan allburun uchib ketgan bo'laman. Biz mangayli parvonalar. Ha, bu qanday ish? Heliqi dotmishik ushqanda issiqsharning arg'amchisini kesib ha? Ha, men nima ish qilib demaysizlar? Issiqshar, mushuk yoplaq qiz, sen mushuk yigitga ergashgan. Men issiqsharni qaytirib kelay. Ben qila olayman. Men qilamaydiganda qilaman. Qutqizinglar! Qutqizinglar! Ha, mushuk yigit. Wow! Sen bunda uçishni nereden o'rgangan? Qaraganda men menga unda qilamoqdakman. Sen bek yomonkansan. Rahmat sana. Bugün uçuman deb bek satlashdim. To'limi xijilman. Hech qisi yo'q mushuk yigit. Ay nuri serilg'ush. Mening suyimlik ay nuri serilg'uchim. Qaytib kelganing bek yaxshi bo'ldi. Flash kimlik azmatlar o'tirib chiqdi. Biz sening qaltis uchib, issiqsharni to'xtatib, Patminchiq polvonni qutqizishingga muhtoj. Rahmat. Biz uni birlikda qutqizaylik. Darajadan tashqari ushqirmishi. Yo'l bo'shat ay qiz. Men Patminchiq polvonni qutqizaman, xiyar. Burkutning qanot ishi. Patminchiq polvon. Abla, endi ovarchilik qo'yuluqdi. Bir sahrabni tutib olaman.
Men bu yerden patlamış polvon. Oh, mening kuchim yo'q. Uni tatib tushiramayapti men. Men sening yordamiga muhtoj patlamış polvon. Chatoq yo'q. Men sinab boqay. Beridan tashqari kuch qol. Bek yaxshi bo'ldi. Mening Aynur issiqsharim. Sizlar uni buzvatdinglar. Aynur magnitini tez menga qaytirib ber. Meningcha bu silg'ishning asqatadigan vaqti bo'ldi. Tez to'xtat bu odamni bizar qiladigan ablaqlar. Doim mening planimga buzg'unchilik qilasizlar. Aynur magnitini menga qaytirib beraman bulanda pervonalar. Sizlar bu narsani qalay qilib qo'zg'atsizlar? Qarag'anda endi xeyli uzungacha oyqizni ko'migdekmiz. Biz issiq sharni yamab uni joyiga qirib qo'yaylik. Ko'pchilik issiq sharda sayohat qila oladigan bo'ldi. Uxlash kiyimlik azmatlar birga tantan qilaylik. Har bir tunda kechida qizimiz dunyoga. Meningcha biz yamab chiqqan bu issiq shar ancha mukammal bo'lmabdi. Qarmoq yomon emaskan kunni. Buni yamash undoq oson emas. Xuddi uchishga o'xshash. Hech bo'lmaganda biz bundan keyin bu ish uchun talashmaydigan bo'ldik. Chunki bizning bir ushquchimiz bor bo'ldi. Oh! Yeah!